Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir mana Farg'ona viloyati Rishton tumanida o'zimiz seximizdamiz. Mana bloklarni yuklayapmiz akalar. Xo'p, bugun mana 23-yanvar bizda mana kechqurun qor yoqqan mana. Qorda ham bloklarni yuklayapmiz. Mana qorlar turibdi blok ustida. Mana qor. Xo'p, bloklar mana quruq holatda. Mana quruq holatda bloklar. Joydagi narxi 9300 so'm. Salafalarda kecha bu akamiz zakaz qilib ketgandan keyin qor yog'masin deb salafalarni ustiga to'sib qo'ydik. Mana yuklab beryapmiz. Ikkita Isuzu hozir yana narigi Isuzu qachon kelar ekan Jamolda? Narigi Isuzu qachon kelar ekan? 1 soatda. 1 soatdan yana bitta Isuzu ketyapti, Andijon Ulug'norga ketyapti. Andijon Ulug'nor. Bunisi Chimyonga ketyapti. Mana bloglarda Bosamiz, podpiskani bosamiz aka. mana shu bolalarni gapira qilinglarcha bitta. Mana. Bemalol telefon qilasizlar. Bor blog, quruq bloglarimiz bor hozircha mana. Hozir Isuzu'ni yuklayapmiz. Bu Isuzu'ga ham hozir yuklaymiz. Mana bu tarafda bloklar ko'p. Mana bu taraflari. Borib ko'rsataman. Blokda ob'yomini ko'rsatyapman akalar. Xudo xolasa mana shu bloklar fevral oyiga tayyor bo'ladi. Hozir ozgina nami bor endi ko'rasizlar ob-havo. Bizda quyosh ham chiqyapti mana. Mana ammo ustida bloklarda ustida qorlari bilan turibdi. Kimga mana shunaqa bloklar kerak bo'lsa 91lik bilan 115 17 27 raqamlariga telefon qilsalar yuklab beramiz bloklardan. Chiroyli qilib latoglari bor mana hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Latoglar bor mana. Xo'p, mana yerda burchakliklari bor. O'sha mana bu yerda burchakliklar ko'rinyapti. Kim ko'rayotgan bo'lsa like, podpiska, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Qor. Jaz bizda zo'r qor yoqqan bo'lmasa ham, ammo yog'yapti. Mana sizlarni yuklab chiqarib olyapmiz. Yo'q.